Alijanab Diyokletianos cho'qim Rimning va bu viloyatning manfaatini o'zining urug' tuqqanlik munosabatidan ustun ko'rdi. Shunga men vazifamni ado qilib deb qo'yay. Men jazm qilamanki, Elin xonim o'zining eri Maksimilianusga o'xshash xudoparast bo'lib ketdi. O bizning tanrılarimizga cho'qinmaydi. Kim bilmaydi, sening shum g'arazlaring bundaq behuda planlaringga sababchi bo'ldi. Sen yolg'onchidan boshqa narsa emas. Sen deganlaringni isbotlay olamsan, Julius. Isbotlayman. Fakting bormi? Shundaq dalil isbotlaba. Sud ichiladigan kuni men barliq paket isbotlarni huzurlarga sunaman. Quloqingni ding tutib angla. Agar sen isbotlayamsan, ashu sud maydonining o'zidala kallangdan ayrilib qolsa, uqdingmi? Bo'ladi, Alijanab. Ammo sening razil eringga o'xshash xristian ekanliging isbotlanib qolsa, u chaqda sen balang bilan qo'shilib tirik ko'milsan. Chiqdinglar. Bu tehditlerinin hemmisi bihude. Bu xiyanetlerinin hemmisi uzak ötmeyle unutulup ketidi. Ve xudoperestler öz akidelerini kengaytish faaliyetlerini davamlaştırıverdi. Bununla işençim kamil. Qani ko'ramiz. Ali janob. Boshqa xudoparastlarga ibrat bo'lsin uchun, xoinlarning jazosining unutilib ketilmasligi uchun bu voqeani bir taxtga yozib qasrda saqlasa yaxshiroq bo'lamdikan. To'g'ri. Katibni chaqiringlar. Katib, bu yoqqa kel. To'xtab tur. Sen bilan so'zlashmoqchiman. Men qaraylan. Men sud maydonida san qarshi guvohlik berishini yenib ola olayman. Agar o'zingni o'ylamasangmi, o'g'lingni o'ylab qo'ygan. Men ishongan. Agar men bilan to'y qilsang, Men sana aytib qo'yay. Sen bu arzuyingni go'ringa bilelib ketsan. men jazm qilamanki, erkimitning ustiga to'p to'kilgan kunda aqlingga kelasan. Ammo o kunda to'limi kechikkan bo'lasan. Helen bir oz o'ylanib ko'rgin. Men seni baxtli qila olayman. Men erimning dinidaman. Sendin va sen cho'qinayotgan tanrılardan nafratlanaman. Buni obda esingda saqla va qo'lingdan keldigan har qanday qishni ayab qolma. Ham faqat kechiktirma. Buni guvohlik berganda desang bo'ladi. Menga illegalus. Bu muomalangdan pushaymon qilib qolasan, Helen. Ko'rib qolasan. Sen mening ishimga hargiz to'sqinlik qila olmaysan. Xizmatlarga tayyorman, Ali janob. Yoza. Tanrimiz Hadrianus imperatorning zamonida va oliyjanob Diokletianus Filadelfiyaga vali bo'lgan davrda hukumat mushovirlaridan bo'lgan Maximilianus
Tilmiha, Yavanis, Sodiyanus, Martinus ve Dinasius qatarlıq 6 adam Rimliqlarning dinidan chiqib, Tanrimiz imperatoriga ibodat qilishdan bosh tortdi. Chunki bular yolg'on payg'ambar İsa Masihning diniga kirgan edi. Ya'ni ular bir turma amaldorining xiyonati orqali turmadan qochib chiqib, bir podichi, ya'ni elaqi bir podichi, uning podichining ismi nima edi? Podichining ismi nima edi? Antonis aliyjanab. Antonis degan bir podichining yordami bilan Angelus tegidagi bir g'orga yo'shirinib olgan. Ammo imperatorning askarlari ularni tepib olib, Filadelfiyaning valisi Aliyjanab Diokletianusning farmoniga asosan ochliq va usuzlikdan o'lsin uchun ular ashu g'orga qamab qo'yildi. U g'or ularning qabrisi bo'ldi. Bu qo'lyozmani mis va qalayning birikmasidan yasalgan bir taxtayga o'yib, qasrning iskilatida tarixiy hujjat sifatida saqlanglar. Ta xoinlarning oqibati boshqalar uchun ibrat bo'lsin. Xo'p, aliyjanab. Hamma ishlarga igidorchilik qiladigan Allohga duo qilinglar. Faqat uningga duo qilinglar. Duoni tez ijobat qiluvchi faqat yagona Allohdir. Undaqda biz har qancha duo qilsakmi, u nimish ijobat qilmaydi? Allohga Allah o'zi aytgandek duo qilinglar. Jupiter, Venus, Mitra ve olmib qatarlıqlarga duo qilgandek duo qilmanglar. Bir ilohga ishonguchilardan mana bu aziz qarindoshlardan o'gininglar. Ular ana shundaq eng cho'ng xatar oldidimi, yanala yagona Allohni chaqiratdi. Allah İsa'ga mundaq degan: "Ey İsa, Bani İsrailning zolimlariga aytqinki, meni bulg'anmagan qalb bilan, sheriklikdan tozalangan aqida bilan ve madhiylanguchi ish harakatinglar bilan chaqiringlar. Shuningga cho'qim ishoninglar ki, u sizlarga manfaatlik duolarni ijobat qiladi." Allah İsa'ga mundaq degan: "Ey İsa, tishingni suv bilan, ishingni go'zal ish harakatlar bilan yuvg'in. Chunki sen mening dargohimga qaytsan. Meni aslagan chig'ingda o'z nafsingni xor bil. G'afillar uyquga ketgan chaqda sen o'yg'oq tur. Mana endi aytib beqinglarchu. Sizlarning qaysinglar mushundaq yashavatsizlar? Qaysinglar mushundaq duo qilyapsizlar?" Men shundaq guvohlik beramanki, Janobi Maksimilian ve onun dostları ana shundaq yashadi. Ular batır möminlerden bulup Allah'ın yoludan başka yolga qadam qo'ymadı. Hazır o qadirdan möminler qabirlarda aram elevatqılı 3 aycha bo'ldi. Kelinglar, hammamiz birlikte ularning ruhlarining shodligi uchun duo qilaylik. Durud salamlarimizni ularga yollaylik.
Hey Allah! Bula senin dininin müstehkemligi üçün bu yerga yığıldı. Bizni Anjulus g'aridagi shahidlarning yo'liga ergishishga muvaffaq qilgin. Amin. Ularning ruhlarini payg'ambarlaring bilan hamroh qilgin. Amin. O'zingning durud va salomingni ularga choshqin. Amin. Ana, siz herkes önsürmən. Mən özüm sizə obdan qarayma. Dadam Allah rızalıq üçün öldürüldü ma? Şundaq canım oğlum. Şundaq. To'xtanglar. To'xtanglar. Sizlarning kirish haqqinglar yo'q. To'xtanglar deyapman. Sizlarga deyapman, qaytib ketinglar. Sizlarning kirish haqqinglar yo'q. Nerut. Ali Cenab Julius'un buyrug'iga asosan bu uy cho'qim taftish qilinishi kerak. Bu uydagilar bir Allohga cho'qinish jinoyati bilan ayblandi. Voy xudoyim. Nemish bo'ldi? Ko'rib turibdiman. Elin xonim vahimaga tushib ketibdi. U qonxo'rlar. Sizlar nima qilmoqsizlar? Buningdan keyin sizlarga ish og'ritish yo'q. Oila kishilari Isoning nomini tilga oladigan va yigani Allohni madiylaydigan uy xotirjam yashayolmaydi. Tushundinglarmi? Bu qığa eskiliklərinin cəzasını tatmay qalmaysan. Yaxshi. Aferin Petrus. İşinlarga meşgul bo'linglar. Nima ish to'xtab qoldinglar? Davomlashtiringlar. Galus, sen bu yerda nima ish qilsa? Sen bilan ko'rishilgan ish bor edi. Emis tabli qaytib ket. Bu yer turishing xatarlik. Muhim ish yuz berdi. Hem qilish ham sayyat, bilmayman. Mening sen bilan bo'lgan do'stligimni shak qilamsa? Sen Janobi Maksimilianni yaxshi ko'ratding, shundaqmi? Mening butun hayotim va borlig'im uningga qarzdor. Agar zo'ril tepilsa, bu qarzni ado qilsan. Shundaqmi Petrus? Bu mening vazifam. Nima ish bo'ldi Galus, menga ayt. Aytaman. Sen Janobi Maksimilianning obro'yini saqlab qolish yo'lida fidokorlik ko'rsatishga hozirmisan? Men Janobi Maksimilian uchun hatto jonimni berishga hozirman.
Un tutinglar! Un tutinglar! Keçib ketmasin! Keçib ketish yo'l qo'ymanglar! Un tutinglar! Qochirib qo'ymanglar! Hanım. 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 Hoş geldin. Hanım. Nemish bo'ldi Galus? Hanım nerede? Kitobxonadamikin deyman. Kitapxonada. Nim bo'ldi? Hanım. Julius öldü. Öldümü? Allah'a şükür. O çokum öz kılmışlarının cacısını tatış gerek idi. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah şükür. O kanda kop öldü Galus. Petros hanım. Onu kahraman Petros öldürdü. Petros? Petros mu? Ha. Petros öz kanda boldu. Petros o bu yolda öz canidan ayrıldı. Ali Cenab. Bunun dikin hiç kimsenin halimlerine çakılanmaydı. Hatırcam bolsula. Ey Allah. Kahraman Petros'a rahmet kılgın. Onu peygamberler bilen hemrah kılgın. Hanım, o kahramanlarca ölüp gitti. Xiyanatning orqasidan yana xiyonat. Mening atrofimga bir o'chum xiyonatxo'rlar olishibdi. Ko'p kunduzda xalqning ko'z oldida bir asir xoin Maksimilianning qo'l orqali ozod bo'lgan bir qul bizning oliy martabalik bir harbiy amaldorimizni o'ldiribdi. O adam bizning razil mushavirlarimizning orasidan chiqdi. Yana biri xoin iflos harbiy amaldorimiz Fidyas. Bu adam bizning ko'ngil ich so'rlarimizning gladiatoridan chiqdi. Endi men kimga ishonima? Kimga ishonima? Bularning hammasi xristianlarning qiliqi Ali janob. Julius ishkimas burunli bu to'g'risida sizga ogohlantirish bergan edik.
Sizlar meni ogohlantirma demay, xristianlarning tabliğçilarining oldini elinglar. Ali janob, qasrda yuz bergan o'shum vaqa bu dinga ergash kuchlar uchun kuch-quvvat bag'ishladi. Ular hamma joyga taraldi. Ularning soni kundan-kunga ko'payyotdi. Ey papala, sizlar nima ish qilyapsizlar? Sizlar nima uchun qudratlik oliy va maqomlik Merrix, Apollon va Jupiterlarning ulug'ligini kishilarga demaysizlar? Ali janob, biz tirishib ko'rdik, ammo foydasi bo'lmadi. Qancha ko'p tirishchanlik ko'rsatgan siri oz natijaga ega bo'lyapmiz Ali janob. Quruq gap. Quruq gaplarni to'qiyapsizlar. Bu yangi dinning ibodatxonalarining papalariga singib kirmaganligini qayerdan bilay? Men qandoq bilay? Bundan keyin xoinsan va yoki sen bo'lishing mumkin. Shundaqmi? Bu yangi dinga agashkichilarning hammasini o'ldiringlar. O'ldirib tashlanglar. Hatto birasini hayot qo'ymanglar. Hammani o'ldiringlar. O'ldiringlar. Maldimi? Bu. Maldimi? Ulan tez! Tez bol! Maldimi? Tez bol! Og'rib ketdi. Mal! Tez bol! Ular Bola tez! Tez bol! Ye! Janobi Diokletianus salomat bo'g'ay. Tanrimiz imperator Hadrianus 3 kun ilgari Ior Salimdagi safardan emdil qaytib kelgan chog'da o'lib ketibdi. Nima deding? Sen nima deding? İmparator Hadrianus 3 kun burun ölüp gitipti. Ey oliy maqomli qudratlik Jupiter. Bu musibatga qandoqmi bardoshlik beray? Mening Rimdagi barliq umidim uningda edi. Men texi ishimizdagi xiyonatchilarni bir taraf qilib bo'lamagan edim-ku. Endi Rimning hukumatiga qarshi suiqasdchilarni qandoqmi bir taraf qilay? Undaqda keyingi imperator kimga? Antonius Ali janob. Kengash palatasi janob Hadrianning beqivagan o'g'li Antoniusni o'rinbosar qilib tanladi. Aferin. Rimning kengash palatasiga aferin. Aman bo'g'ay. Taqvo va zohid Antonius aman bo'g'ay. Bizning Antonius bilan bo'lgan munosabatimiz Hadrianus bilan bo'lgan munosabatimizdanmi? Samimiroq bo'ladi. O imperatorni ta'sira qabul qildi Ali janob. Yo'q. Shundoq. Men uni obdan bilima. U qo'li bilan orqaga ishtirdi va puti bilan oldiga tortdi. Biz atidan boshlab bir hafta tabriklash murosimi o'tkazamiz. Bir hafta tabriklash. Ammo Ali janob, siz tugab ketgan imperatorni unutib qoldingmi? Yo'q, unutmadim. Avval tugab ketgan avvalgi imperator uchun bir kun umumyuzlik motam murosimi e'lon qilinglar. Tabriklash murosimi keyingi qolsin. Ma'qul bu. Keyingi qolsin. Xo'sh xabar xonim. Xo'sh xabar. Aras, kimning imperator bo'lganligini bilamlar? Antonin xonim. Rimning kengash palatasi Hadrianusning beqivagan o'g'li Antoniusni o'rinbosar qilib saylabdi. Allohga shukr. Allah'ın nefreti onunla bolsun. Onun şım qadamları bilen Philadelphia xalqiga musibet ve afet ep geldi. Neçe minglagan begunoh odamning o'limiga sababchi bo'ldi. Allohning nefreti onunga ve Rimning tanrılariga bolsun.
Amin. Aras, kimning imperator bo'lganligini bilamla xonim? Yo'q, bilmayman. Antianus xonim. Rimning kengash palatasi Adrianusning beqib olgan o'g'li Antianusni o'rinbosar qilib saylabdi. Nima farqi bo'lsin? Buning uningda hech qanday farqi yo'q. Biri, yana biridan battar. Mana hozir g'or ahillarining o'z mahbubining inoyat soyasi ostida uxlayotgani 20 yil bo'ldi. G'orning sirtidagi dunyo ulardan xabarsiz qolgandek, ularmi g'orning sirtidagi dunyo va taqdirning qo'li belgilagan ishlardan xabarsizdir. Ana shu zamonda Daqiyanusning hayotlik tumari o'ziga o'xshash bir zolimning qo'li orqali chuvib tashlandi. Erikmet. Nima izlayapsan o'g'lim? Dadamning İncilini izlayapman. Teriga yozilgan tumar shakldagi Injil dadam ketgandan keyin yo'qolib ketgan. Ammo kitob shakldagi Injil mening qishimda. Xonim. Nim bo'ldi, Gallus? Xonim, dadilari Daqiyanusni o'ltirib etibdi. Qanday qilishimni bilamadim. O'zlariga tasalli beraymi, yo'q, bilamadim. Bakvakshi o'ltirildi ya qachon? Rost aytamsiz? Shundaq, Markus Aureliusning askarlari qo'zg'olonchilarning hammasini bostiribdi. Daqiyanus ularning biri ekan. Onun bilan hatto kichkin aloqasi borlarni o'ltirib etibdi. Shunda qilib dadamni yillardan buyon uning xizmatlarini qilib kelgan kishilar o'ltirib etdi. Ko'ryotamsiz, Maksimilian. 20 yildan keyin sizning qotilingiz o'z jazosini totdi. Men muvahhidlarning ahvoli burunqidan bir oz yaxshi bo'larmikin deb o'ylayman. Meningcha shundoq bo'ladi. Yo'q o'g'lim. Tashqi jihatda muqaddas ko'rinadigan Antonisning davrida o'zgarmagandek, Markus Aureliusning davridami o'zgarmaydi. Faqat buningdami battar bo'lib ketmaslik uchun Ulug' Allohga duo qilinglar. Ey Allah, bizni o'z panohingda saqlagin. Zolimning zulmi yetmasin. Sen eng marhamat qilg'uchi. Mo'minlarning ahvoli buningdan yaxshilanadigan bir kun kelami? Biz bu yo'lda nurg'unlagan jallanib edik. Ko'plagan qiyinchiliklarga bardosh qilib edik. Agar vaziyat buningdan nacharlashib ketsa-mo, biz yanala o'z yo'limizni davomlashtiramiz.
Daqiyanusning o'limidan keyin butun rayonlarni qalaymaqonchilik va xotirjamsizlik qopladi. Har bir bulonda to'plan ko'tarildi. Helin va o'g'li Erkmit fursatni g'animat bilib, Angelus g'oridagi mard yigitlarning yo'lini davomlashtirib, bir Allohga cho'qinishga tabliq qilish bilan shug'ullandi. Ular xilma-xil so'rovlarga hozir bo'lib, to'g'ri va nijotlik yo'lni xalq ommasiga o'rgatdi. Shunda qilib Maksimilianning iymonliq va vafodor ayoli Helenning umri oxirlashib, hayoti bilan vidolashish ko'rpisiga yiqildi. Oğlum erikmeyin. Mihriban kelinim. Ummaq nevrem deviydi. İman bilen ahiretki sefer kılıvatqanımdan xoşalman. Kulaq selanglar. Men bir haqiqatni itiraf qilay. Men hozir qadar yo'ldishimning o'limiga ishonmadim. Hamisha uning qaytib kelishini kutib keldim. Nima uchunligini bilmayman. Mening sizlardan kutadiganim, sizlar meni Angelus tog' bag'riga dafn qilinglar. Uningga yaqin bo'g'im bor. Ammo ana, sizning ahvolingiz. Sözümni bilib etme oğlum. Vaqtim ko'p qolmadi. Sizlardan kutadigan yana bir ish. Yo'ldishimning va bu yo'lda jon bergan boshqa muayitlarning yo'lida vafodorlik bilan ching turinglar. Ishoninglar ki oxirgi g'alaba haqiqatga mansub. Haqiqatga mansub. Hanım. Ana. Ana. Hanım. Antonusning o'rinbosari bo'lgan Markus Aureliusning imperatorligi 20 yil davomlashdi. Uning hukumati zamonida 100 yildan ko'p umr ko'rgan yashangan Gallus Kriskga maqilib o'ldirildi. İmparator Markus Aurelius sharq va g'arb taraflardan hujumga uchrab turgan bo'lsa-mu, bir Allohga ishonguvchilarni ezishdan hech qachon g'ofil bo'lib qolmadi. Markusning imperatorligi og'dirilgandan keyin uning saltanat taxtiga Kemit o'ltirdi va Rimga qisqa muddat hukmronlik qildi. Kemit Rimda yana bir imperatorlikning qo'li orqali o'ldirilgan paytda Erkmitmo Filadelfiyada bu dunyo bilan vidolashish ko'rpisiga yiqilgan edi.
u o'lib ketish oldida o'z o'g'liga shahid buvisi Maksimilian va boshqa shahidlarning yo'lini davomlashtirishga, to'g'ri yo'lda mustahkam turishga va butparastlikka qarshi kurash qilishga vasiyat qildi. Kimitning o'ltirilishi bilan imperiya vaziyati intayin qalaymaqonlashib ketdi. Bu qalaymaqonchilik jarayonida bir ilohga ishonguvchilarni tutqun qilish va azoblash ishlari besiqmadi. Ammo xristianlarning aqidalari bara-bara ko'ch-ko'ylarga yo'tkilib, kun siri Masih payg'ambarning agashguvchilari ko'payishga boshladi. Cherkovlar tez suratda oshkoralanib, ko'paygili turdi. Ammo to'limi afsuslanarligi shuki, xristianlarning muballig'lari o'zlariga ko'proq agashguvchilarni jalb qilish uchun rimliklarning burmilinib ketgan aqidalari oldida taslim bo'lib, ularning nurg'un xato aqidalarini qabul qildi. Shu orqali xristian dinida zo'r burmilinishlarni barliqqa keltirdi. Bir Allohga ishonguvchilar taxminan yarim asr muddatida bir oz tinch va xotirjam kun o'tkazdi. Taqdir saltanat taxtini Dasiosga topshirgan chaqda o'ltirish, qiyin qistoq, qon to'kish va o't qo'yish qaytadan hamma joyni qopladi. Ammo Dasios 2 yildan ko'p davomlashamadi va Valerianning qo'li orqali o'ltirildi. Valerianning davri bo'lsa, İsa'nın əgəşgücülərinin tarixidəki ən zulmətlik yıldırdım olub hesablanır. Köplügən bir Allah'a işengücülər Tanrı atalğan almıb üçün qurbanlıq qılındı. Amma taqdir Valerian'nı ilgirkilərə oxşas saltanat taxtida məngü turğuzmadı. Shapur Sasani İrandan bir qudratli qo'shin tashkillab Rimning chegirlariga hujum qildi. Valerian bilan Shapur o'tirisidagi jang bir Allohga ishonguvchilarni yana bir qatim unutuldirish fursatiga ega qildi. Rim qo'shini Eron tarafidan mag'lub bo'lib, Valerian Shapur tarafidan asirga elindi. Valerianning o'limi bir ilohga ishonguvchilarning uzun muddatlik tinchligiga sabab bo'ldi. Ularning tashkilotlari hatto Dasiosdan ilgirki davrlardagidin tartibli bo'lib ketdi. Rim cherkovlari o'z nopozini kengaytib, Rim katisi Matriam Papa, ya'ni ota degan taxallus bilan tonildi. İmperatorlar biridan keyin yana biri kelib ketishdi. Bir Allohga ishonguvchilarmi kundan kunga kengayib, texmi ko'p nopozga ega bo'g'ilib turdi. Oxir Maksimilian va uning do'stlarining zamonidan 200 yil keyin imperator Konstantin xristian diniga kirdi. Shunda qilib Hazrati İsa alayhissalom davridan 300 yil keyin butun Rim imperiyasi yangidan oldida bosh egdi. Philadelphia 300 yildan keyin O'liklar hisob berish uchun terildirilgan kunda faqat yaxshi amallar sizlarga nijotlik ato qila oladi. Va'da qilingan qiyomat kunida sizlar bugungi kundagi amallarni cho'qim esinglarga ola olasizlar. Sat qilmishinglardan pushaymon qilasizlar. O kunda koshki hargiz gunoh va zulm qilmagan bo'lsak va yoki yomonlik bilan javob bermagan bo'lsak bo'pti-kan deb orzu qilasizlar. Ustoz, kishilar o'liklarning tirildiganligiga qanday ishonamiz? Hozirga qadar biror o'likning tirilganligini biror kim ko'ribdi-kanmi deb so'rayotdi. Shundoq ko'rilgan. Alloh taolo o'liklarni Mavloyimiz Isoning qo'li orqali tirildirgan. Ustoz, bu bir tarix, o'tmishga taalluq. Yaxshisi siz o'tmish to'g'risida emas, hozirgi zamon to'g'risida so'zlasangiz. Biz hozir yangi hayotga qanday iymon keltiramiz? Alloh hammamizning qalbini hidoyat nuri bilan yo'ritqay. Ammo ustoz, mening Allohning o'liklarni qanday tirildirganligini ko'rgim bor. Bu xato arzumi? Bundaq arzu qilsam bo'lmamdi. Ruxsat qilsanglar. Meningmi bir savolim bor. Anjulus g'ari shahidlarning jismi texi chirmidi va ular hozirgi salomat degan so'zlar haqiqatmidi? Buning mening savolim bilan nima aloqasi bor? Agar haqiqatan shundoq bo'lsa, albatta aloqasi bor.
insonning bir qancha yillik jasadini bir qancha 100 yil salomat saqlay oladigan Alloh chirib ketgan jasadlarni cho'qim qayta tirildiradi. Men bu to'g'risida tadqiq qilib, Anjulus g'ari shahidlari to'g'risida sizlarga ko'proq ma'lumot beray. Ey Allah, bizga rahmat etgagin. O'zingning javlon qo'g'uchi nurlaring bilan Makkani yoritqin. Sairga chashqandimmi nurliroq, To'r Sinani parlagandimmi hayvatligiroq parlig'in. Uva, biz sairning ma'nosini bilamiz. O bo'lsa Alloh taolaning nuri Mavlayimiz Isoga parlagan taqdir. To'g'rimi? Aferin, dal shundoq qizim. To'r Sina bo'lsa Alloh taolo Hazrati Musoga tejalli qilgan taq, shundaqmi? Tamamen to'g'ri. Aferin. Ammo siz Makka degan ismni tilga oldingiz. Biz bu ismni anglab baxmabdi ekanmiz. Makka bo'lsa bir makonning ismi bo'lib, Allohning Mavlayimiz Isodan keyingi eng oxirgi payg'ambari shu joyda oshkor bo'ladi. Buva, İsa'dan kim o payg'ambar kelamdi? Shundoq obdan qizim. Mavlayimiz Isodan keyin yana bir payg'ambar oshkor bo'ladi. Uning madilangüchi, ya'ni Ahmad degan nomi bor. Buva, o Madinangich qachon keladi? Uni bilmayman. Ammo shuni bilamanki, uning agash kuchlari insonlarning eng yaxshisidir. Janob Arius. Felius ustoz keldi. Uning qidan kirsin. Felius ustozning men bilan ishi vaka. Bugun mushakchi bo'lsin. Alloh xolisa at yana ko'rishimiz. Endi qaytib ketsanglar bo'ladi. At kelinglar. Sizlarni mushat saqlayman. Moispit Arius'a salam. Salam ustoz. Sizni saqlab atdim. Sizni ko'rib bek xushal bo'ldim. Bu o'zlarining ko'p iltifotlari. Haras Mari qayada? Uni navrilarining orasida ko'ramayman. Tog'isini ko'rish uchun Filadelfiyaning sirtiga chiqib ketgan. Kelar hafta qaytib keladi. Navrilari Mari haqiqatan Allohning mo'jizasidir. Iymon, taqvolik, ilm, ma'rifat hammasi uning vujudida mujassamlashgan ekan. Mubolag'a emas, men uningdan saboq yeyapman. Bu faqat sizning iltifotingizdan. Qani marhamat Filius ustoz. Rahmat, o'ltirg'idek fursat yo'q. Mening mapam meni sirtda saqlayotdi. Qo'shilsalar o'zlarining hamrohligida Anjulus g'arini ko'rib kelaymikin degan edim. Anjulus g'arini nima uchun? Yo'lda aytib beraman. Hayron qolarlik ish. Siz bugunga qadar Raqim kenti va Anjulus teg'iga berib baxmadim dedingiz. Men bek oz safarga chiqaman. Hozirga qadar Filadelfiya sirtiga bek oz chiqib baxdim. Agar sizlarning ulug' bo'g'ilari janobi Maksimilianning va uning do'stlarining shahid bo'lish qissasini va nasiyat so'rovlarida xalq ommasiga so'zlab berishni qaror qilmagan bo'lsam, balkim bu safarga muyassar bo'lamagan bo'ladi. G'ar shahidlarining qissasini men sizga aytib beraman. Bizning ajdodimiz bu qissani avlodma-avlod bir-biriga naql qilib, uni saqlab keldi. Yetib kelaylik deb qoldik. Ana shu Anjulus teg'i. Men bu yerni to'niydigandek his qilyapman. Ilgari bu yerni ko'rib ekanman. Ammo siz men bu yerga kelib baxmadim dedingiz. Shundoq.
avaylısılar. Ha. Siz ko'rishga ishtiyoq bog'lagan Angelus tegi. Shu. Tolum ayranman. Bu taq nimişqa man shuncha bola tonish ko'rindigandi. Yiqilishga hech kim jur'at qilolmaydigan heliqi g'ar. Ana to'pilikda. Endi tushundim. Bir kechisi men bu taqni tushimda ko'rgan. Shundaq, tushimda. Bir nur sil ko'rsatgan shu joydan parlab chiqdi. Bir odam ash nurning ichidan pastga tushdi. U taq bag'riq yetib kelgan chaqda men yuzma yuz turdi. Dal shu chaqda uyg'onib ketdim.